geldiniz. Yaxshi. Rahmat. Bana bu yapılsa bizden medya icazı meydanımızın kurgucusu Mukaddes Canlı'ydı. Voy, yaxshi qildim. Tanışkınımızdan hoş oldum. Rahmat. Bu yana danqini tekçip alıngan men. Uy, bu yeringlarni topmoq yomon taskimi to'xtadi. Ha, bizning adresimiz Xotan shahar Yudo xalqaro top bozori bilan Yakshan bozorining olig'idagi yo'ldan kelsa naq topdi. Siz Xotanga tunchi kelishingiz bo'lgandan shunga tasavvur o'xshaydi. O'xshaydi. Haras bu yer qurilgandan buyon xaridorlar xili jiqma. Ha. Biz şu 20 yıl oldu ama Xotandagi hamda uy jihozlari kasbiga nisbatan uy jihozlari sotib qirisi hisoblanamiz biz. Bizning asosimiz uy jihozlarimiz farshi uslubda, Yevropacha uslubda, Çinshi uslubdagi, Jungo Feng deydigan bizning bu hozir qizaman uslubdagi mahsulotlarimiz bor. Yana hozir bizning shu Çinshi Shanday Fengga zamonaviy uslubdagi mahsulotlarimizni tatib hammasining turi to'liq. Turlari to'la qanday uslubdagi olmaysiz olalayotganda deydilar. Onun ustiga biz shu loyiha, uylarni moslashtirish, uy jihozlarini yumshoq bezaklardan tortib moslashtirib turgan mulozimatlarimiz bor. Shu Xotandagi do'stlar olalamdi yo boshqalar olamdi? Bütün Şinjan ishchiga biz kirasini o'zimiz ko'tarib birib turib, bütün Şinjan ishchiga zavoddan bevosita qo'lga tekkizgan holatda mal bilan ta'minlaymiz. Hey, bu meja degan sizlarningmi? Ashta bir Jungoning cho'ng markasimi bu? Men o'zim qo'ygan marka ma. Bizning bütün tavsa yurishligimiz bor. Mana o'xshash sofa, choy ustal, tomoq cho'si, karvat. Bütün curtain santing washiningki bütün yurishlik tavsa yurishligimiz bor. Bahası belki muvofiq chiqdi tavsa yurishliklarininki. Moya nimda chiroyli? Mao aşı bizning tipik yoshlarimiz, yangi to'y qilgan yoshlar bek yaxshi ko'rgan zamonaviy uslubdagi yurishlar. Uning ustiga men bu yurishlarni bütün loyihasini o'zim qilib zavodga ayrim ashunda yasatgan uy jihozlari. Şoňa mayli rang olsun, mayli pasonjapda olsun, hamda o'zgachilikki bor. İşte qarab baxsam, yoshlarningmi, o'ttir yoshlarningmi, uzun 40-50 yil uy tutganlarningmi fungasi bo'lsin, hammasining fungasi chiqdi ekan, mana ichida topqili bo'ldi ekan. Menimcha bu yerga kelgan odam pushaymon qilmagadek. Bizning eng cho'ng afzalligimiz zavoddan bevosita birinchi qo'llan xaridorga tegdi. Qo'ldan qo'lga tap ketmaydi, jiqiliqi qo'shimcha haqlar qitilmaydi. Shuning bilan bizning bahoyimiz muvofiq. Ikkinchidan bizning bu Soda sarayının o'rnilam Yudo top bozoriga joylashgan, baho bek muvofiq qolan. Bilaklarning ijorasiga o'xshash, qimmat ijoralik emas. Shu sababdan ham bizning shu sifatli mollarni akab, azam bahoda sotish orqali qanday nurg'un xaridorlarimizni jiqroq jalb qila olgan eng chong afzalligimiz shu deb qarayman. Haqiqatan ochki. Men Urumchidagi mejaning danqini anglagancha, lekin Xotanga kelgandan keyin men o'ylagandimmi ochgancha bu yana mayli muhiti bo'lsin yoki mishatga jajuylarninki sifati bo'lsin yoki mayli shakli bo'lsin, turi bo'lsin, bek to'liq ekancha. Rostdan desam kelganimga pushaymon qilmadim. Rahmat shunday maqtig'iningizga. Agar mush filmni ko'rayotgan do'stlar bo'lsa, bir kelib ko'rib beqishga arzigidek yaka desak bo'ladi. Ko'rgan odamning hammasi menimcha o'zi ehtiyojliqda bo'lsa setib oldi deb o'ylayman. Chunki sizlarning mulozimatinglarni ochga, hamda mejani tanlamaganlik menimcha xatolashganlik bo'lsa kerak. Rahmat.